Yigitlar, kimda qanday fikr bor? Holy. Ikkichilar, qarab turamiz. Demak, bizda to'rt o'lchov yuzini topishimiz kerak ekan. Bunda, demak, to'rt o'lchov yuzi S teng A karra B ga teng, ya'ni bo'yini nega o'tmas. Buning uchun nima qilamiz? Xo'sh, biz oldin bu tomonni topib olishimiz kerak. Bu yer 2, bu yer esa 1 ga teng, chunki aylanmalar sira teng bo'ladi. Demak, bu aylana markazidan bu nuqtaga raziyot tutamiz. Bu nuqtadan esa kichkina, ya'ni shu nuqtagacha raziyot tutsak, bu 1 ga teng bo'ladi, bu esa 2 ga. Keling, shu chizmani, ya'ni x ida bizga kerak bo'lgan joy edi. Buni topish uchun bu chizmani bu yerga o'tkazaman. Va bizda quyidagi chizma hosil bo'ladi. Ya'ni bu yer x ida, bu yer 1, mana bu yer esa 2 ga teng. Endi kelinglar shu nuqtadan tomonga balandlik tushiraylik. Balandlik tushiradigan bo'lsak, unda mana topadigan joyimiz x bo'lib qoladi. Bu yer esa 1 dan bo'lib qoladi. Gipotenza esa bu radiuslar yig'indisiga teng, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. Pifagor teoremasini qo'llasak, x kvadrat plyusdan 1 kvadrat teng 3 kvadrat. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 2 izzosida 2 ga teng bo'ladi. Demak, bizda to'rt o'lchayda, demak, yon tomoni, ya'ni eni 2 plus x